Bitta Li9 puliga mana shu 1,5 sotixlik kottejni olsangiz bo'lmaydimi? Buni narxi oshsa oshadi, lekin tushmaydi. Mashinalarning narxi kundan kunga tushib ketyapti. Qarang, uyimizni darvozaxonasi ham kengina. Hovlisida yozgi oshxonaga joylar ham qoldirib ketilgan, sanuzellar qilingan. O'zini bitta podvoli ham bor. Tez videoga like bosib qo'ying. Uyimizning ichiga kirishimiz bilan uzun kengina yo'lak bo'ladi. Shundoqqina chap tomonimizda oshxonasi joylashgan. Xo'p, yo'lak bo'ylab yurib kelganimizda mana shu zinamizdan tegidan ham kladovka sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu tomonda birinchi qavat umumiy yuvinish xonasi va bitta katta mehmonxonasi joylashgan. Uyimizda santexnika, elektrika hamda patolog ishlari 100% bitkazilgan. Ikkinchi etajga chiqishimiz bilan to'g'rizda sanuzel va bu tomonimizda ikkita yonma-yon xona. Mana shu xonamizning oynasi gulxo'y bo'lib qolgan. Bu yoqda bitta detskiy xonasi joylashgan. Va bu tomonimizdagi xonamizni xohlasangiz mehmonxona qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Uyimizning narxi $65,000, lokatsiyasi Yangi Toshmi postidan kirganingizda Ramadan mahallasida joylashgan. Tez bosib boring, egalari bilan yana kelishsanglar bo'ladi.